Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, bugun 27 may 2025-yil. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti o'laroq Iffat loyihasi bo'yicha G'azo sektorida va Suriyada faoliyatlarimiz davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu loyihamiz urushlardan jabrlanib, boquvchisini yo'qotgan oilalarga qaratilgan. Va Suriyada va G'azo sektorida shu boquvchisini yo'qotgan oilalarni ro'yxatga olib va ularga shu sizlardan kelgan moddiy yordamlarni ulashib kelmoqdamiz. G'azo sektorida har bir oilaga $100 dan va Suriyada har bir oilaga har bir oy uchun 600 turk lirasidan ulashib kelmoqdamiz. Va oldingi videolarimizda ham aytib o'tganimizdek, Suriyadagi Iffat loyihasi bo'yicha Suriyada ro'yxatga olingan oilalarimizga turkiyalik bir xayriya tashkiloti hamkorligida 500 ta oilaga, ya'ni har oy moddiy yordam pullarini ulashib kelmoqdamiz. Hozirda 4-5, 6, 7, 8 oyning yordam pullarini ulashmoqdamiz. Barchangizning xabaringiz bor, Suriyada urushlar sabab ko'plab sanksiyalar bor edi va pul perivodlari biroz muammoli edi. Bu alhamdulillah mana sekin-sekin ushbu sanksiyalar bekor bo'lib va pul jo'natmalarida biroz yengillik bo'lyapti va alhamdulillah mana kun sayin yangiliklar bo'lib boryapti va bizning Saxovatli qo'llar xayriya jamoasida ham inshaalloh bir go'zal yangiliklar bor. Inshaalloh buni kelasi kunlarda siz azizlar bilan bo'lishamiz inshaalloh. Bizlarni kuzatishga davom etib, xayriya loyihalarimizda moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashingizni kutib qolamiz. Alloh taolo o'zi barchamizdan rozi bo'lsin. شعارنا الإحسان على مدى الأزمان إلى التقى عنوان إلى الهدى برهان إحساننا للفقير للأهل والوالدين خلق عظيم كبير في الجيد فرض ودين